Favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari tomonidan Qamchiq dovonida xandaqqa tushib ketgan yuk avtomashinasi olib chiqildi. Joriy yilning 24-may kuni soat 10:15 da A373 Toshkent-O'sh avtomobil yo'lining Qamchiq dovonidan o'tgan qismida Vodiy Toshkent yo'nalishida harakatlanayotgan Xavar rusumli yuk avtomashinasining haydovchisi boshqaruvni yo'qotish oqibatida yo'lning xandaq qismiga tushib ketganligi va amaliy yordam zarurligi to'g'risida Qamchiq maxsus qidiruv yong'in qutqaruv boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Zudlik bilan yo'lovchilar tomonidan Favqulodda vaziyatlar vazirligi dispetcherlik xizmatiga xabar tushgan. Shu zahotdayoq maxsus qidiruv yong'in qutqaruv otryadi joyiga tezkorlik bilan yetib borgan. Qutqaruvchilarning tezkor sa'y-harakatlari natijasida ushbu mashina tezkorlik bilan xandaqdan yo'l qismiga olib chiqilgan. Qamchiq dovonidan harakatlanishdan avval albatta o'zini mashinasini texnik holatini ko'zdan kechirish kerak. Albatta yo'l xavfsizlik qoidalariga rioya qilish kerak. Xabarga asosan qutqaruv otryadi aytilgan manzilga yetib bordi. Maxsus texnika va asbob-uskunalar yordamida yuk avtomashinasi xandaqdan olib chiqildi. Hodisa oqibatida tan jarohat olganlar yo'q.